AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushi hamda Hormuz bo'g'ozining yopilishi fonida neft narxi 2022-yildan beri ilk bor $100 oshdi. 9-mart kungi savdolar boshida Brent markali qora oltin bahosi qariyb 20% ga qimmatlab, 1 barrel uchun $111 gacha ko'tarildi. Amerikaning WTI markali neft futureslari esa 16.8% ga o'sib, $106 dan sotilyapti. Ayni paytda yonilg'i bozoridagi eng katta xavotir Hormuz bo'g'ozining uzoq muddatga yopilib qolishi. Tinch davrlarda ushbu bo'g'oz orqali har kuni jahondagi neft hajmining taxminan 20% tashiladi. Shuningdek, Hormuz Qatardan suyultirilgan tabiiy gazni yetkazib berishda ham juda katta ahamiyatga ega. Ayni paytda vaziyat yanada keskinlashishda davom etyapti. Isroil Eronning neft infratuzilmasiga havo zarbalari beryapti. Rasmiy Tehron esa Fors ko'rfazi davlatlaridagi neft obyektlariga hujum qilyapti. Bu esa istiqbolda narxlarning yanada oshishiga olib kelishi mumkin.